Demak, hammaga salom. Navbatdagi ishimiz temir panjaralar. Kimga shunday temir panjaralar qiziq bo'lsa, bu panjaralarimiz haqida ozmuncha ma'lumot bersak. Bu panjaralarimizning har bir elementlariga alohida e'tibor berilgan. Masalan, shu joylariga 2 mmlik listlarni lazer uskunada kesib qo'yganmiz. Bu elementlarimiz 1,5 ga 1,5 profildan ishlangan. Profilga oldin bezak berib, keyin element qilganmiz. Bu joylari narigi tarafdan ham shu ko'rinishda, old tarafdan ham shu ko'rinishda bo'ladi. Bu vibra simlarni qo'yib, alohida detallarni o'ziga xos uslubda taxlaganmiz. Bu panjaralarimizning har bir profillari, har bir stoykalari alohida e'tiborga olingan. Masalan, tepa qismiga 4 ga 2,5 qo'yganmiz. Stoyka qismlariga 6 ga 6 profillarni qo'yganmiz. Roliklari ham alohida ishlangan hammasi. Bu panjaralarimizning xomashyollari birda 5 stinkada ishlandi. Qalinligi kraskalari. Oldin gruntovka, keyin kraska, keyin avtolaklar sepilgan. Kimga shunday panjaralar, naveslar, temir eshiklar, darvozalar qiziq bo'lsa, bizning manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani, Mang'iz shahri kichik sanoat zona ichida. Bu xizmatlarimizni o'zimizga yaqin 100 km joygacha buyurtma olishimiz mumkin. Videoni ko'rayotganda manzilga e'tibor bering. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, birdan layklarni bosing. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozing. Telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz, murojaat qilaverasiz bemalol. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.